Formula 1 mashinasini haydash qiyin desak xato bo'lmaydi, chunki uni ishga tushirishning o'zi bosh og'iri. Oddiy mashina kabi kalit burab yuborilmaydi. Avvaliga uni maxsus laptop orqali kompyuterga ulashadi va butun tizimni tekshirishadi. Keyin katta isitgich yordamida dvigatel harorati ko'tariladi. Hatto motor moyini ham oldin qizdirib, keyin quyishadi. Chunki agar sovuqligicha yurgazilsa, dvigatelning nozik qismlari bir zumda ishdan chiqadi. Formula 1 dvigatelidagi barcha detallar shu qadar zid joylashganki, uni har safar ishga tushirish uchun tashqi starter motor kerak bo'ladi. Orqa qismdagi maxsus teshikka uzun tayoqqa o'xshash qurilma ulanadi. U aylanishni boshlab beradi. Muhandis tugmani bosgan zahoti esa bu tayoq shatta tortib olinadi va shunda mashina jonlanadi. Butun jarayon esa o'rtacha 2 soat vaqt oladi. Endi savol, sizningcha shunday murakkab dvigatelning narxi necha million dollar bo'lishi mumkin? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.